Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukurlayevna. Bugungi darsimiz fiziologiya va sport fiziologiyasi fanidan. Mavzu moddalar va energiya almashinuvi. Mavzu rejasi metabolizm, katabolizm, anabolizm, assimilyatsiya va dissimilyatsiya haqida ma'lumot beraman. Metabolizm bu nima? Grekcha metaboli o'zgarish degan ma'noni bildiradi. Hujayralarda sodir bo'ladigan fermentativ reaksiyalar majmui. Metabolizmda organizm hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan moddalar va energiya hosil bo'ladi. Metabolizm termini ko'pincha moddalar va energiya almashinuvining hujayrada kechadigan bosqichlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu jihatdan metabolizm tor ma'noda oraliq almashinuvini, ya'ni moddalarning hujayra ichiga oxirgi mahsulotga aylanishini ifodalaydi. Oziq moddalar hujayraga tushgach bir qavat kimyoviy o'zgarishlarga uchraydi. Bunday reaksiyalarning muayyan tartibda ketma-ket ro'y berishi metabolitik yo'l hosil bo'lgan oraliq mahsulotlar metabolitlar deyiladi. Metabolitlar ya'ni anabolizm va katabolizmdan iborat. Katabolizm grekcha katabol, kataboli olib tashlash, buzish degan ma'noni bildiradi. Tirik organizmlarda murakkab organik birikmalarning parchalanishidan iborat. Moddalar almashinuvi reaksiyalarining majmui bu anabolizmda. Qarama-qarshi jarayon katabolizmga odatda energiya ajratadi. Qarama-qarshi bo'lsa-da, ular bir-birini to'ldirib turadi. Anabolizm yunoncha anaboli ko'tarilish, ya'ni hujayralar va to'qimalar tarkibiy qismlarining hosil bo'lishi va yangilanishiga, tirik organizmlarda kechadigan barcha kimyoviy jarayonlar majmui hisoblanadi. Anabolizmning aks etgan bo'lgan katabolizmga esa birmuncha oddiy moddalar, murakkab moddalar sintezlanib energiya jamg'ariladi. Biosintez uchun zarur bo'lgan energiya asosan ATF shaklida biologik oksidlanish katabolitik reaksiyalarda yetkazilib beriladi. Anabolizm organizmlarning asosiy davrida, hayvonlarda, yoshlik davrida, o'simliklarda umr bo'yi jadal kechadi. Fotosintez planetar ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim anabolizm jarayoni hisoblanadi. Assimilятsion jarayon, ya'ni bu latincha assimilyatsiya, birikish, o'zlashtirish, o'xshatish degan ma'noni bildiradi. Biologiyada tirik organizmlar uchun xos bo'lgan moddalar almashinuvining bir tomoni tashqi muhitdan olinadigan moddalardan organizm uchun zarur bo'lgan murakkab moddalar hosil bo'lishi. Assimilyatsiya tiriklikning eng asosiy xususiyatlaridan biridir. Assimilyatsiya jarayonida organizm o'sishi, rivojlanishi va yangilanishiga energiya manbai sifatida foydalaniladigan moddalar to'planishi ta'minlanadi. Termodinamika nuqtai nazaridan organizmlar oshiq sistema bo'lib, ularda tashqi muhitdan energiya kelib turadi. Tirik organizmlar uchun quyosh nuri dastlabki energiya manbai hisoblanadi. Dissimilyatsiya, latincha dissimillatio, o'xshatmaslik, ya'ni organizmlarda murakkab organik moddalarni parchalanib birmuncha oddiyroq moddalarga aylanish jarayoni va assimilyatsiyaga qarama-qarshi bo'lgan jarayon bu dissimilyatsiya jarayoni hisoblanadi. Assimilyatsiya jarayonida heterotroflar organizmida oqsillar dastlab aminokislotalargacha parchalanadi. Ya'ni biologik individuallik xususiyatini
yo'qotadi. So'ngra har bir organizmning o'zi uchun xos bo'lgan oqsillar sintezlanadi. Tirik organizmda uni tashkil etuvchi qismlarning yangilanishi, parchalanishi, ya'ni dissimilyatsiya jarayoni, sintezlanish, assimilyatsiya jarayoni tufayli to'xtovsiz davom etadi. Masalan, katta yoshdagi odam organizmdagi oqsillar taxminan 2,5 yil davomida to'liq almashinadi. Assimilyatsiyaning instruksiyasining va bu jarayonning dissimilyatsiyaga nisbatan organizmlar turi hamda yoshiga bog'liq. Assimilyatsiya organizmlar o'sayotgan davrda, ya'ni yosh hayvonlar organizmida o'simliklarning butun hayot davomida jadal kechadi. Bugungi darsimiz mana shu ma'lumotlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada ko'proq va to'liq ma'lumotlar olish uchun Renessans ta'lim universiteti kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.